xohlasang erishasan, xohlamasang bahona topasan degan bir gap bor do'stlar. Aynan isboti bilan. Agar odam qat'iyatli bo'lib, harakat qilib, o'zi ishonsa agar, albatta inshaalloh amalga oshadi. Birinchisi, kecha tunda, ya'ni qishloqda, umuman mashina yurmaydigan joyda, ya'ni kechga mashina yurmayapti, o'zlaringiz bilasizlar. Gaz, metan, benzin sal qisilib, muammo bo'lib qolgan paytda mashinalar kamayadi. Shu paytda tavakkal qilib chiqdim. Uydagilar aytayapti, "Qo'y, mashina bo'lmaydi, qolur" deyapti. Tungi soat 9:30 yo tungi soat 10 da. Aynan kecha 31-yanvar 2026-yil. Shundan keyin uzoq 10 minut kutdim. O'zimni tanishim meni olib ketib, shaharga olib kelib qo'ydi. Tekkinga do'stlar, temboli. Ya'ni nima demoqchiman? Siz bahona qilmasdan harakat qilsangiz, albatta natijaga inshaalloh erishasiz. Bu degani birinchi o'rinda xohlagan odam harakat qilib natijaga erishadi, xohlamagan odam har doimgidek bahona topadi. Обязательно obuna bo'lib, like bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. 365 kunlik challenge'imizni ikkinchi kuni bugun ayni 1-fevral 2026-yil yakshanba kuni. Sizlar bilan har doimgidek aktiv ko'k-ko'z bola обязательно bizga qo'shilib, rivojlanib, harakat qilib natijaga erishamiz. Rahmat.